harbiy guruh ekanmi? Siz bunga rostdan ham aminmisiz? Xuddi shunday. Ular bir xil kiyimdagi ikki harbiy guruh. Hiyla yo'li bilan ular bizni kuniga 90 chaqirim masofani bosib o'tishga qodirligini isbotlashmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki bizning bunday tezlikda harakatlana olmasligimiz askarlarimizni vahimaga solib, ularning ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazgan. Aslida bu shunchaki hiyla ekan. Jin ursin. Muttahamlar bizni aldashibdi-da. Buni iloji yo'qligini bilardim. Ammo bunga ishonganimga o'zim ham hayronman. Loyli joydan yurishni buyurib, to'g'ri topgan ekansiz. Endi biz ularga qarshi qanday jang qilish yo'lini o'ylab topamiz.